Assalamu alaikum, hörmətli görməllər. Eynek programımız xoş gəldinizlər. Elşad sizin xoş gəldiniz. Aleyküm assalam. Hoş geldik, hoş bulduk. Uluq qardaşlarımız hem uluq qurbayetimizni sağ-salamat ötküzüp, elitdinkin hem de tunji programımızı yeni başlap turupdimiz. Aldınlarga yana oquşmaydigan, sizler qiziqadigan, qiziqayotgan temalarda bugünkü müsahbat etib yaşatışımız qayı bo'lsa. Elşad hamda bu programның temasini hamda Xitoyninki markazga bo'lgan sadoqatqanchilik deb baş qo'ydim endi. Buning sababi nima deganda endi Xitoyninki İran'da qilganni qila olamdi deb yozmoqchi bo'ldim, ammo mushuni qo'ysam tag'in yaxshiroq bo'ldi deb his qilib shu. Masalan, İran'da hozir masalan Amerika bilan urushgandan keyin ularninki beshini, ya'ni diniy lideri bo'lsin yoki bo'lmasa prezidenti bo'lsin o'ltirayotgandan keyin, ammo uning bilan tugmay huquqni ostiga chechib etadiganligi, huquqni ostiga chechib etgandan keyin bularninki o'z oldiga shakllanib 30 necha yerda ayrim o'z oldiga qaytadan qurollanib, qayta masalan jang qila oladiganlik to'g'riliq uni ko'ryapmiz. Masalan, Xitoyninki mushtaq bir sistemani qurishga tirishayotganligi to'g'riliq gap so'zlar bo'lmayotdi. Bilib turganimizdek ham tarix qaraydigan bo'lsak, masalan, Xitoyninki har qatimliq parchalanishi deganimiz hamda mayli Xitoyning Han sulolasi bo'lsin, Han sulolasidan burunqi jangodagi urushqoq belgichilar davri bo'lsin, yoki bo'lmasin Qing sulolasi parchalansin, har qatim parchalangan vaqtda bular parcha olib kuchib qoldi. Agar mushundaq bir masalan Xitoy agar 5 yillik ketgan taqdirda huquqni pastga parchalaydigan shaklda buni tizgan taqdirda shu hozir mush temaga o'xshash markazga bo'lgan sadoqat haqiqatan saqlab tura olamdi buni. Siz buni qanday qaraysiz? Agar Xitoyning milliy psixikasi bunga yor beramdi, mush to'g'riliq to'xtalib beramiz. Buldu. Menimce Xitayda bundaq bir medeniyet hem de bir tarihi endizi yok deb qarayman. Xitay hakimiyet merkezleşken bir hakimiyet, yani hakim mutlak mı deyimiz? İngilizce'de totalitarian deydi. Xitayçı'da jiquan deydi. Jiquan mı deydi? İki xil işiltishi var. Jiquan degeni bütün hukukunu merkezleştirip algan deydi. Jiquan degeni bir adam öz aldığı hemmini kılıdığanını jiquan deydi. İki ahangı okşaş ama mezmunda fark var, iki xat. Otoriter bilan totaliter o'xshash farq bormi masalan? Authoritarian deb İngilizce'de. Totalitarian deydi. Totalitarian degeni Xitoychidagi jiquan degan gap. O amaldor bosh podsha qilmaydiganini qildigan hokimiyatni shuni jiquan deydi. Yana authoritarian deydi. Totalitarian deydi. Authoritarian degani jiquan markazlashib olgan huquq, ammo bir odam o'zi qilmaydiganini qilolmaydi. Undaq emas. Yana markazda azroq tangpunlik vani uni şu neme deydi, authoritarian deb tushundirdi. Yoki bir guruhnikini. Ama Xitoyninkida shu totalitarian desak bo'ladi deb qarayman. Endi İranninkida, G'arbninkida agar biz G'arbning tarixini qisqa qaraydigan bo'lsak, mayli Yevropaninki, Markaziy Yevropaning olsun, hattoki Rim imperiyaning vaqtini tortib, mesela Gürikni deyli, en dastlabki G'arb madaniyatining kelib chiqqan Gürik. Biz hozir Gürik degan vaqtimizda yoki Yunonistonmi deydi Uyg'urlar. Bu Gürik deganimizda biz hozirgi tushunchimizda shu Gürikni davlat, hozirgi zamon davlat Gürikning chegarasini ko'ramiz. Amaliyotda u vaqtdagi Gürik deganida hozirgi Ukraina, Misrning bir qismi, Italiyaning bir qismi, hozir Türkiye'nin bir kısmı, bular hammasi şunun içinde. Bular Grek Helenik dairesida Amerika'nın her bir şehirle öz aldığı bir hakimiyetini manguz alaydı.
Ama urush olduğu vaqtlarda mesela İran bilan urush bo'lgan vaqtda Grek dunyosi birlik kelib Sparta'nın başligida, Afina'nın başligida İranlıqqa taqabul qildi. Bu yerda men nima demoqchi deganda huquq unchalik markazlashgan tarixi yo'q Grekning dedim o. Rom imperiyasininki qarasaqmi shuningga o'xshaydi. Rom imperiyasining har bir o'lkasini valisi o'z oldiga boshqarib qoladi. Urush vaqtida valiylari askar yetkazib berdi markazga. Bu askarlar bilan urush qildi. Masalan, Rom imperiyasining vaqtida hozir Suriyadagi o'sha tarafni bir vali boshqardi. Fransiyani bir vali boshqardi. Hozir Tunisiya, Aljeriya tarafini bir vali boshqardi. Angliyani bir. Shuning uchun shu valilar eng oxirida Rim parchalangan vaqtida har bir davlatlarga aylanib ketdi. Yani onun keyin kelgan vaqtda masalan Germaniya 1830 birlikka hozir Germaniyaning asosini shakllantirgan bir davlat bo'lgan. Uning oldida bu Germaniyaning hozirgi zaminidagi hattoki hozirgi zaminidagi nemislarmi ayrim begliklar. Bu begliklar o'z oldiga idora qiladi. Zarur vaqtida birlashib düşmanga qarshi urush qilgan bilan, ama ko'pincha vaqtlarda bular hammasi o'zini o'zi idora qilish bilan shug'ullanadi. Shuningga 19-asrninki boshlari, 18ning oxirlari, 19lari esimda aniq qolmabdi. Bismarckning vaqtida undan keyin Germaniya hozirgi shu chegara doirasidan azroq cho'ng kichikligi farqi bor. Germaniya birlik kelib Nemis imperiyasini qurib shakllantirgan. Albatta u Birinchi dunyo urushidan keyin umumiy yo'qolgan. Ama lekin biz hamda azroq g'arbninkini dedik. Xitoyninkiga kelsak, Xitoyninki eng dastlabki afsonaroq tarixiy Yin sulolasi deydi. Undan keyin Shang deydi. Shangdan keyin Zhou sulolasi. Zhou sulolasininkidan keyin siz abay degan bagliklar, jang baglik davriga kirdi. Bu vaqtlarda tuzum feudalizm deymiz biz Uyg'urchada. Yevropada ingliz so'zida fiefdom deydi. Bu nima degan vaqtida eng dastlabda Xitoydimi bu bo'lgan. Bu qanday degan vaqtida shu Zhou podshoninki davrida, Zhou sulosida bu Shangni yo'qotgandan keyin uningga televiziyami ishlagan, esimda bor. Shangzhou Wangni qanday qilib Zhou'ninki yo'qotgan, undan keyin Zhou sulosini qurib chiqqan. Qurib chiqqandan keyin Zhou podshosi o'ziga yaqindan yordam qilganlarga zimin parchalab bo'lib berdi. Bo'lib bergan vaqtida masalan Abdusattor siz G'uljini boshqarasiz. Sizning igdorchiligingizda. Elshad sen berib Qashqarni boshqarasan. Yana birisiga berib Xotanni boshqarsa deb bu yerlarni berdi. Bergandan keyin ularning vazifasi faqat feudalizm deganimizda, ya'ni fiefdomda urush qilgan vaqtida askar chiqarib bersiz, bajni siz menga avatib bersiz, ammo siz bajni qanchalik u yerdan oldingiz, qanchalik askaringiz var, men uni bilan aralashmayman. Men markaz turaman. Buningki ta'bir tarifi nima degan vaqtida siz bag'an siri kuchlanib, sizning o'z zimin, masalan siz G'uljiga vali bo'ldingiz. G'uljining munbat zimin bo'lib, siz u yerda nopis ko'payib, kuchlanib ketgan vaqtida meni ko'zga ilmaydigan, balki meni o'rib o'tib, siz chiqadigan manda ahvol yuz berdi. Shuning bilan Zhou sulolasining oxirisiga kelganda Xitoyning tarixi bo'yicha ko'p yog'an tarixlanma uning ichida bir 10 necha davlatga bo'linib ketadi, bagliklarga. Xo'sh. Bu davlatlarning ichida shu vaqtida mashhur arog'i Zhou deydi, Chu deydi, Qin deydi, keyin Qin sulolasini qurgan, Qin Shuangning Qin deydi, Yan deydi, Wei deydi, Qin deydi, bir necha cho'ng baglik, 6 deymi, 6-7. Shuning bilan eng oxirsida bularni
Çin'ninki Çin Şuhuang degan padşahı qolgan 6 davlatni hammani yo'q deb munqariz qilib Çin sulolasini qurdi. Çin sulolasini qurgandan keyin bu hokimiyatni markazlashtirishga boshlaydi, ammo lekin ulgurolmaydi. Shuning bilan qo'zg'alon bo'lib, Han sulolasi qurildi. Yana asldagi Chu bagligininki generali Shang Yu bilan Liu Bang degan Xitoy ikkisi oxirisi elishib, Liu Bang o Zhao bagligining nima? Chu bagligininki Shang Yu'ni yengib, eng oxirisida Han sulolasini qurdi. Han sulolasini qurgandan keyin Liu Bang nayti tezlik bilan aqldorlarning yo'l ko'rsatishi bilan bu yerda bu yana feodalizm bo'yicha, yana o'zi bilan tang urush qilgan, o'ziga yordamda bo'lgan generallarga unda yana bo'lib, viloyat bu qilib bo'lib bersa, bular tushunib ketgan vaqtida o'ziga qutlu qashang bo'lganligini buni o'ylab, huquqni unda tuvanga tushamay markazlashtirishni o'ylab, shuning bilan Han sulolasida rasmiy Dao Junshen deydi. Yana o'lka, oblast, nahiya degan ma tuzumni yo'lga qo'ydi. Han sulolasidan rasmiy boshlangan. Buningda podshoh hatto nahiyaning hokimini o'zi belgilaydi. Mayli siz nega berib hokim bo'ling, bir tutash imtihon elib, uning ichidan chiqqanlarni sen Abdusattar Paloniyaga berib, nima hokim bo'lsa deb. Bu hokim kimga mas'ul degan vaqtida podshohga. Topshiriq podshohga yana sadoqat bildirib kelgan. Shuning uchun bunday degan vaqtida shuningdan boshlab, bu Chindan boshlangan, Chin Shuangdan. Ammo mukammallashishi Han sulolasidan boshlangan. Shuningdan keyin bu tuzum bag'an siri ishqilinib, murakkablanib, hozirgi kommunistning davriga kelgan vaqtida yana podshohning vaqtlarida bir ojiz yeri bor. Bu ojiz yeri bo'lsa, nima deganda qatnash, uchur almashtirish tas bo'lgandan keyin yana Jiroqdagi bir hokim, masalan bir Jiroq nahiyaning hokimi o podshohning buyrug'i kelguncha o'z oldiga ba'zi ishlarni qilib olishi mumkin. Ammo hozirgi zamonga kelganda o imkonchilik yo'q bo'ldi. Ammo bu yerda Xitoyninkida bir farq bor. O farq bo'lsa, yana Xitoy qurgan sulolalarning hammasi huquq markazlashgan. Ammo boshqa yani Xitoylarning gapi bo'yicha yovlar, mayli Yuan Xitoylar Yuan sulolasida bo'ldi, yana Chingizxon imperiyasininki Yuan sulolasi degani aslida o Chingizxonninki 4 o'g'liga bo'lib bergan 4 zaminninki birisi. Shu vaqtida ama Mongollarmi o'z oldiga idora qilishni yo'lga qo'ygan. Yana huquqni bak markazlashtirib olmagan. Uningki yana birisi Manchinglar. Mesela Manchinglarninki bizning vatanimizni Manchingninki Qumulni hatta ta Jinshurinning vaqtigacha yana Qumul Wang boshqarib kelgan. Qumul podshosi o'z oldiga boshqarib kelgan. Markaziy hukumat buyruq tushirolmaydigan. G'ojiniyazaji Temir Xalpat G'ojiniyazajilarning qo'zg'aloni asosiy boshlanish sabab nima degan vaqtida shu Qumul podshohninki zaminini nahiyalashtirib hukumat ivolimiz degan vaqtida bu qo'zg'alon boshlanib, shuning bilan podshohga qo'shilib, Temir Xalpat, G'ojiniyazaji, bular G'ojiniyazaji masalan podshohninki orada qo'g'dug'ich qismininki bir boshlig'i. Bular undan keyin Xitoyga qarshi chiqdi. Mana degan vaqtida bizning Sharqiy Turkistonda Xitoy o'lkalarida o'tirg'i qo'ygan nahiya, viloyat bu tuzumi eng oxirgi butun bizning vatanni
Şu tüzümge selişi Cinşuren'ninki vaqtidan başlangan desek boludu. Onun aldıda mesela Zozungtang'ın kelgen vaqtida bizning vatanga Şinjan degan atalg'ini qo'yib, o'lka qilgan vaqtida Qashqa ma taraflarni nahiya bo'yicha ammaliki yanala baglar boshqurdi. Baglar boshqurdi. Menching Zozungtang'ning ki ikkinchi qitim tajovuz qilib kelishigacha bizning vatanni vositalik boshqurib kelgan. Yana fan shu deydi Xitoylar. Xitoychi Manchingninki tarixiy kitoblaridami biz Tibet, Koreya, Vietnam bularni davlat mahkamasidan, podshohlik ordi mahkamasidan emas, yovlarni boshqarish mahkamasidan boshqaradi. Yana demak, bu yerda Xitoy bilan bizni o'xshash darajaga qo'ymagan. Yana vosita orqali boshqarish tuzumini yo'l qo'ygan. Ammo Xitoyda bunda bir tuzum Xitoylar so'ragan vaqtida hech qachon mavjud bo'lib boqmagan. Mening davatqinim Xitoynikida. Shuning uchun Xitoyda bunda huquqni tuvanga tushirish, bu huquqni tuvanga berish bunda bir tarixiy hodisa emas, ko'rilmagan va yaqinqi zamonga kelganda, bo'libmi kommunistlarniki kelganda komünist diktatör bo'lganiki abaydiroq totalitarian. Mana yana buning eng ustidagi adam har doim andishda yashaydi. Kim qarshi chiqadi menga, qaysi deb. Shuning uchun bular huquqni texmi markazlashtirib mangan. Texmi murakkab bir xil tuzumlar bilan. Masalan, har bir o'lkalarningki boshlig'ini mayli avtonom rayon bo'lsin, bularning boshliqlarini nazorat qiladigan birisi imtizom tekshirish bo'lsa, yana birisi mening bilishimcha Xitoyning markazdan ayrim yana bir ishxonasi bor. Bu ishxona shu amaldorlarningki qilmishlarini kundaligini nazorat qiladigan. Uningdan boshqa yana Xitoyning ishki boshqaradigan, masalan, saqchilarning ishidagi siyosiy qo'llash bor. Bu şu her bir ülkedeki başlıklarını nazaret mi kılıdı bular? Bana degan vaqtida Xitoyninkida bunda bir narsa mavjud bo'lib boqmagan. Shuning uchun bular hargiz huquqni tuvanga berolmaydi. Qo'rqidi. Shuning uchun Xitoy Xi Jinping chiqqandan keyin harbiylarninki masalan to'xtamay almashtirish, o'lkalarninkini to'xtamay almashtirish. Nima uchun degan vaqtida uzun o'tirib qolsa, bular uzun o'taganniki shu yerda o'zining odamlarini sistemlashtirib, bu yerda o'zi kuchlanib ketadi degan andishi bilan hargiz huquqni tuvanga tushirmaydi. Tushirmagandan keyin bu tuzum bo'yicha boshni yo'q bo'lsa, qolganlari palashalar kutishidi. Esimde bak Ukrayna'ya Rosnanki 2000 qaysi yılı 3 yıl oldu 4 yılın aldı da. Kiev'in alımızda kirge vaxtıda ben bir harbiylarning bir projektni ishlayotgan vaqtimda shu vaqtida men bir ishga harbiy bilan ishlab birisi paranglashib boshqa Ukraina urushi qanday bo'ladi desam, birisi Ukraina armiyasini harbiyligan adam ekanda, u dedi Elshad Rus yengolmaydi deb, avar oldu deb. Qanday deysa desam, deydi bular Amerikaning tuzumi bo'yicha o Ukraina armiyasini mashq qilib, ularga o'rgatgan, ta'lim tarbiya berganda. Ham uningda nima degan vaqtida, masalan, bir guruh askarga bir vazifani bersa, uning qiladigini shu vazifani ado qilish. Qanday qilish, qaysi usulda qilish, o shu ofitserninki va uning yordamchisininki vazifasi. O buyruqni hamda inchkilab, soat manchir paloniyaga borsam, baloniyaga borsam, mananga buyruq qilsa, o buyruq saqlamaydi deydi. Ular vazifani topshirgandan keyin shu vazifani ado qilish o'zininki erkinligi. Qanday ado qilish,
Ama saat mançigiçe eda kıtbolusu edaydiken o şu boyunca mağdı. Ama Xitayninki de, Rusninki de çokum yukarıdan buyruk düşmese buyrukka öz aldığa buyrukni icra kılanmaydı. Çünkü Xitayning askeri olsun, Rusning askeri de burundan tatip siyasi komisar yana nazaratçı. Bularning tüzümü var. Rusninki de hazır yok oldu. Ama anlaşılan karargan yana bir usul bilen o aşında bir orunun bağlığı Rusning askeri de. Ama Xitayninki de siyasi komisar hazırlık içi var. Yana bir korpus olsa korpusunun kumandanı bir, divizya başlığı bir ama divizya siyasi komisarı o ayrım. Siyasi komisar bilen divizya başlığı ikisinin fikri birlik kelip yukarının buyruğunu icra kılıdı. Herkes öz aldığa vazifeni tapşırıp manda mağma ayak mağma ya onda iş yok. Sen köz tüpegen şu yolu bilen berip şunu al kılış gerek. Birinci kademde kayaya geçe. Şunun için ben de diğer vaxtıda yığın çaklap etsek, Xitayninki meyli tarihten, meyli medeniyet cihetten bunda kılkı öz aldığa hukukunu tövenge düşürüş, Xitay tüzümüde bop bakmagan, hazırgıça sınıgan bilen mu cüret kılanmaydı. Xi Jinping mi cüret kılanmaydı? Xitay hakimiyetininki her kandığı bunu cüret kılanmaydı. Mesela Huyaobang'ın vaxtıda, Zhao Ziyang'ın vaxtıda, Zhao Ziyang'ınki örülüp geçişini aldı degan gepi var. Gerçi ben partikomning baş sekretari bo'lgan bilan har qanday ishda Deng Xiaoping bilan maslahatlashib, shuning ko'rsatmasi bilan qilamiz dedi. O vaqtida Deng Xiaoping nima deganda Deng Xiaoping pensiyaga chiqib bo'lgan bir odam. Mana degan vaqtida Deng Xiaopingning ruxsatini elish hojatsiz, qoidasi bo'yicha, tuzumi bo'yicha. Ammo lekin Deng Xiaoping harbiylarning ishidagi o'zining o'rinqa odamlari bo'lganligi uchun Zhao Ziyang'ning buyrug'ini ijro qilg'izmaydi. Bu tuzum diktator, yani totalitarian tuzum, yani G20 deymiz. Shuningga mana degan vaqtida o Xitoyda bunda bir tuzumni mang'uzish mumkinchiligi yo'q. Sadoqat bo'lmaydi. Markaz o'rildi, hammasi o'z oldiga olib ketadi. Shuningga huquqni tuvanga tushirolmaydi. Eronda qilinmaydi, Amerikaning bu tuzumini mo kopiya qilinmaydi. Köpten köp rahmat naiti taraflıq tarixdan örnek alğan asasda tushuntirib bergan bo'ldingiz aka. Hamda ikkinchi bir savol hamda bunun hisobda bunun tarmoq savol desak bo'ldi. Bilib o'tganimizdek masalan bu masalan generallarni almashtirish bo'lsin, yerlikdagi boshliqlarni almashtirish bo'lsin. İşte almashtirib kelyotdi hozirgacha parxo'rlaysin yoki jasuslisin yoki har xil shaklda namataq bilan qo'yib turib almashtirib kelyotdi. Hem de bu işkir ülkelerdeki anlaştırışlarını doğru düşünsek, bizden vatanga nispeten, Xitayga nispeten nait mühim fakat bularga nispeten çın başkurup berselam buludu dep qarayman hem de. Şundaq bo'lgan taqdirda nimishqa vatanninki mesela bazı başlıqlarını, çoğun başlıqlarını anlaştırıp, düşürüp, kıvıtiş doğru keldi bunu. Nimishqa bundaq qildi? Bu yerki maksat fakat çın başvuruşundan mı ya ki başka bir anlaştırma için başka sebeplerim var mı? Menimce ikki sebep deb qarayman. Birisi sadoqat yeterlik bo'lmaganlarni tozalab balkim bu yerda yerliklarda yana gruppalar, çünkü diktator gruppalar orqali so'q soldirib qo'yib payda ilishini yaxshi ko'rdi. Ikki taraf berib diktatorga doklad qiladi-chu. Men sizni chaqiman, siz meni chaqsiz. Men o'tirliqda anglab qo'yib, undan keyin sizdan qanchalik foydalanish, meningdan qanchalik foydalanish, eng oxirida keyin sizni oldida yo'qtamdim ya meni oldida yo'qtamdim o'zimni. Uni oxirisi qaror qilmayapti. Mana degan vaqtida bu diktatorlar muşu usulda başvurdu. Şunun için her qandaq yerlik, ülkelik hükümetlerde diktatorga alayida doklad qiladigan o'xshamagan gruppalar bo'ldi. Bu bir usul. Şunun bilan diktatorga yarmaganni parxo'rlik, obu deb yo'qotish yoki imtizomga
İttifoq nima qilish. qilish. Bo'libmi Shi Jinpingningki kelgan vaqtida hozir masalan markazning siyosatini Shi Jinpingning siyosatini tuvanga tushirdi. Siz o'ylamay bir og'iz gapni ma siyosatni mandaq qilgan bo'lsa bo'pti desangiz, men uni berib, ma siyosatingizga fikr voqea Abdusattorning desam, bu mu jinoyat bo'ladi sizga? Chunki siz ulug' hammani biladigan Shi Jinpingningki buyrug'idan gumon qilish bu sizdagi bir erkin tafakkurning bog'lig'i. Siz hamon bir tahdid bo'lasiz. Men o'qiyotgan vaqtida esimda bor bir Xitoy muallim degan. Bir g'arib bilan bir Xitoyningki korxona boshlig'i. Masalan, odam tanlash bo'lsa, men shu korxona boshlig'i tanlamoqchi bo'lgan bo'lsam, g'aribning bo'lsam, Abdusattor, shu uydan chiqib, meni o'yimdan 10 ga kelib 100 metr mansınız aşağı bir tavuz satıdığan adaş var, şu yerden bir tavuz ekilen deymen. Siz eğer berip, u yer 100 metr basınız, u yer tavuz yok. 200 metr yani menip tövenden ilip, ya ki sol tarafki berip, ongu mangmay, solda bombagan 50 metrdi. Solgu berip, u yerden 50 metr ya 100 metrden tavuzdan birini ekasınız. Ben garipninki, bu başlık tallaş olsam, akıllık ki Abdusattor. Bu dep çünkü benim maksadım havuzuna gap bering demekçi sizde. O qayerden benim bildiğim 100 metrede ama siz 1200 metredekilensiz akeldiniz, siz vazifeni ada kıldınız. Bu garipninki psixikisi. Eğer siz berip ben 10 ga gelip 100 metrede berip tavuz akelen desem siz 10 ga gelip 100 metrege berip ekip tavuz yok ki Elşatga dep qaytib kelsiniz. Bu kallisi bir keşfiyatçılığı yok ki. Şimdi nemindi şunu kıldı ki dep belki ben garipnin adam talaşıyorsa işletmeyimiz sizni. Hem de Xitayning kelgan vaqtida siz eğer 50 metreden yok 100 metrga berip elip kelamsiz ya solga gelip elip akasınız ya bu bo'lmaydi ki bu bek akıllık ki. Ben onda 50 metr bar desem bu 100 metr berip tep yaptı o. Bu çatakya, bu ertugün benim öğretişim mümkün. Dep sizni işletmeyme. Eğer siz aşağı berip 50 metr qarab eqib, tavuz yok ki dep yeni kelsiniz, bu yapanlaydigan ki, yaxshi adam kerak. Şunun için bana degan vaqtida Xitoyning sistemasi, belki bu birinci sualımızga mı mas keladigan bir misal bu. Bana degan vaqtida Xitoy shunday odamlarni yaxshi ko'rdi. Yana berip 50 metr tavuz bağ olsa, elip keldigan, yok olsa, yok ki Elşatga dep qaytib kelsiniz, mabalı bo'ladi ki, gap anglaydi ki. Ben nemin desem şunu qipti. Gerçi tavuz kelmagan bo'lsin ama ben sizden razı. Çünkü siz gapimdan chiqmadingiz. Shuning uchun menda degan vaqtida bizning vatandagi Xitoy amaldorlarini tozalashda Xitoyninki birsi mushu xil ahvol. Yana 50 metr emas 100 metr berip başka nimlarni kelgan. Bu mu xatarlik bu mu? Da hamda Xitoyning sistemi so'yicha, psixik so'yicha bu xatarlik. Demak, qalliba, o'choq, boshqa ishni qila oladi. Bugun tavuz akila olaysiz, balki pichoq akilib meni qaslay olasiz. Shuning uchun bu ben xatar deydi. Bu birinchisi. Yana amaldorlarga ishonmaslik, gumon qilish ve ularınki bek akıllı olup geçişini xalamaslik. İkincisi hem de bizning vatanda bir cho'ng milliy qirg'inchilik bo'ldi. Buni qatnashgan, bunun bevosita, masalan, yaqinda birsi Germaniyada bir Xitoy saqchi chiqib qurultayga o'zining ko'rganlarini deb berdi. Bu bir cho'ng xabar bo'ldi. Xitoy bunga nihoyatda xafa. Belki bununki hem saqchi olan Xitoyninki bizning vatandan hech qaysi chiqarmasligi mumkin. Chiqarg'izmaydi ularni. Bu birincisi. İkincisi, Gansu'dan Marilyn degan bir tungan o'lkülük, yana Gansu o'lkəsinin o'lkülük tungan bu yani. Birlik sapninki amaldori bo'lgan bu tungan bola adam Amerikaga kelib oldi. Kelib bu yerdagi bo'layotgan
dinni e'tiqodiga hujum, Xitoyning hili mekrlari bularni pash qildi. Shuning bilan Xitoy hozir kadrlarga ishonmaydi. Endi bizning vatanga kelsak, har qanday Xitoy amaldorlari balkim ashunda jiqishlarni vahshiyona Uyg'urga milliy qirg'inchilik qilib qolgan Xitoylar o'zining oqibatini qo'rqidi. Bularmi balkim pulni yig'ib, ba'zilar agar chet elga chiqib olsa, u pullarni haqli xarjlash uchun balkim ba'zi ma'lum darajada pash qilib, o'zini g'aribga yaxshi ko'rsatib qilib qilishni xohlashi qilmaydi degan olmaydi. Shuning uchun Xitoy bu milliy qirg'inchilikqa qatnashgan Xitoylarning hammasini tadrijiy holda menimcha tozalab, bularni o'ldirishi mumkin. Chunki bizning bilishimizcha milliy qirg'inchilikninki bo'libmi keyinda turmalarga so'ligan, jazolagan bularninkida ig'zoki buyruq tushagan. Bu buyruqlar kimlarga bordi deganda ig'zoki buyruqlar nahiya viloyatgacha bordi. Balki markazninkiga uni yig'ib Xi Jinping masalan Abnum rayonning bosh sekretari partkomning muavin sekretarlari bularni ham Xi Jinping Beijingga olib dars o'tadi balki ig'zoki ular anglab bo'lib uniki tuvanga berib. Shuning uchun bularning hammasi bu milliy qirg'inchilikninki vahshiyligini, zulmini, masalan o'lgan odamning sonlarini, so'langan odamlarning sonini, lagerlarda o'lganlarning soni, bu yerdagi yuz bergan qiynash hammani biladi. Bular Xi Jinping hukumati uchun bir yoshirin bomba. Aman bir kuni portlab qolish ehtimoli cho'ng. Masalan Xi Jinping abdurilib ketib qolsa huquqdan, bular chiqib, buni pash qilib, bu orqali Xi Jinping va uning yenidikilarni joylashga chiltishi mumkin. Shuning uchun Xi Jinpingmi hech biriga badi, garchi 150 yoshga kirish ehtimoli bor degan bo'lsa-mu, u o'zi biladi, balkim kirolmaydi. Shuning uchun o'zining avlodlari uchun bo'lsa-mu, bu Xitoy mushu milliy qirg'inchilik qatnashganlarni bir chatdan o'ltirib, joylab menish bumi yana bir sabab deb qarayman. Mushu ikki sababni qo'shib qaraydigan bo'lsak, balkim bizning vatanda Xitoyning amaldorlarini va Xitoy g'olchilarini Uyg'urlarni chiqqan bularni joylash nisbati yuqori bo'lish ehtimoli cho'ng. Chunki bular mayli qaysi jihatdan bo'lsin, Xi Jinping hokimiyatiga bir yoshirin bomba. Masalan, yezib bir yerga o'g'irlikchi qoldirib qo'yish yoki chiqarib o'tish, o'zini saqlab qolish uchun. Shuning uchun hokimiyat buningdan qo'rqadi. Shuning uchun balkim mushu ikki sababdan bularni joylayotgan bo'lishi mumkin. Rahmat. Ko'pdan ko'p rahmat aka, ikkisini bir-biriga bog'lab turib, nihoyatda yaxshi tushuntirib, meg'izliq qilib tushuntirib bergan bo'ldingiz. Biz tushunadigan shaklda. Hurmatli ko'rmanlar, bugungi programmamiz mushayda oyoqlashdi. Bugun Xitoyning markazlashgan markazi bo'lgan sadoqatninki haqiqatan ishga yaramdi, yaramamdi. Mushtaqillik suhbat etdik. İnşallah kelayotgan tag'in yaxshi bir program qilishga tirishamiz, Xudoyim bersa. Elchitga siz ko'pdan ko'p rahmat. Kelayotgan ko'rishamiz. Allohga rahmat. Ekran oldidagi qarindoshlarimga rahmat.